ruxsat berilganlarda hammasi og'riq bilan keladi, keyin oldiradi-da. Buni kelajagi nima bo'lishini bilganim uchun aytyapman sizga. Lutcha ozgina lecheniya qiling, bir 3 oycha saqlaning и qo'ydirasiz keyin bemalol. Тем более что кесарево bo'lib sizga. Да, конечно, emiziklilar uchun spetsial tabletkalar bor. Emmasa vashi zo'r, hammasidan ichsangiz bo'lar ekan. Просто emizadiganlar uchun bor. Да, конечно. Tarkibida estrogen bor, follikulingizga yetilishiga yo'l qo'ymaydigan tabletkalar bor. Uni sizni yoshingizga qarab tanlab beriladi. To'g'ri kelganini maslahatim. Ularning turi juda ham ko'p. Tarkibi ularning ichidagi gormonini miqdoriga qarab har xil bo'ladi. Agar emizadigan bo'lsangiz juda kam dozada bo'ladi, uni sizga shart emas ekan, lekin aptekadan borib to'g'ri kelganini olmang. Chunki yoshi kattalar uchun tarkibida estrogenlarning miqdori baland bo'lgani bor. U sizda vashi narushение chaqirib yuboradi. Sizni yoshingizga mosini ginekologingiz tanlab beradi. Хорошо? O'shani olib ichasiz keyin. Aptekadan borib o'zim olaman degan narsa emas-ku. Oldin uni maslahatlashingiz kerak.